3 karra kuchaytirilgan lazerli o'rinimizni profimarket.uzda 515 ming so'mga aksiyada xarid qilishingiz mumkin. Nimasi 3 karra kuchaytirilgan? Ko'ramiz. Birinchi navbatda akkumulyatori shikoyatlar bo'ladi, tez tugab qolyapti. Bu yerda 3 karra akkumulyator kuchaytirilgan va Type-C foydalanilgan. Bu korobkasi boshqacha bo'lib qolsa ham zaryad qilib ketaverasiz telefoningizni zaryadchigida. Ikkinchi jihati korpusida bilsangiz o'zi bozorlarda kopiyasi ham bo'ladi. Mana bu o'zini plastmassasidan qilib ketilgan bo'ladi. Bu yerda rezinaviy qoplama qoplangan. Mana bu gidro uruni ham bor. Shunisiga e'tibor beramiz. Qiyshiq tursa titillab qoladi. O'sha qiyshiqligini to'g'rilab olish uchun gidro urun qo'yilgan. Bu yerda yiqilib tushgan vaqtda mana shu burchaklar bilan yiqiladi, burchaklar sinib qolardi ba'zi modellarda, lekin bunda usulini qilingan, mana shu yerga detalli mustahkam detal o'rnatilgan. Va noshkasi zavod bizga 100 kiloga kafolat berdi. Men 100 kilo qo'yib ko'rganim yo'q, lekin metall yaxshigina qalinligi sezilyapti. Mana bu yerga joylash uchun detallari yaxshi ishlatilgan. O'zi ko'rganda bilinadi originalligi. Bosim berib ko'rdim, yaxshigina chidab beryapti. Bundan tashqari o'zini komplektida kafelni ustida foydalanish uchun, qiyshiq joylarga qo'yish uchun mana bu tepaga osib, ustidan osib qo'yib ishlatiladi. Mana bu magniti bor, metalga ham yopishadi. Bu gipsokartonchilar uchun zo'r asqotadi. Ochkisi, pulti va o'zingiz telefoningizga ulab qo'yib Bluetooth orqali ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rsatilgan mana akkumulyatori 3 karra kuchaytirilgan. Akkumulyatori mana shu yerda ko'rsatilgan. Modeli 4D171. Ubay kompaniyasidan original tovar. Ushbu lazerni urinni 515 ming so'mga aksiyada xarid qilish xohlasangiz, pastdagi tugmalarga o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Eslatib o'tamiz, soni chegaralangan.